Ellikqal'a tumani sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati markazida tibbiyot xodimlari uchun yuqumli kasalliklarning oldini olishda immunoprofilaktikaning vazifalari mavzusida o'quv seminari o'tkazildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 2026-yil 23-yanvardagi 11-sonli buyrug'i ijrosini ta'minlash maqsadida tashkil etilgan tadbirda tuman tibbiyot birlashmasi tarkibiga kiruvchi barcha davolash profilaktika muassasalarining shifokorlari hamda emlash jarayonida bevosita ishtirok etuvchi emlash hamshiralari qatnashdi. Seminarda asosiy e'tibor aholi salomatligini muhofaza qilish, ayniqsa bolalar o'rtasida yuqumli kasalliklarni barvaqt oldini olish masalalariga qaratildi. Seminar-trening davomida Qoraqalpog'iston Respublikasi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasining tajribali immunolog shifokori Adilbek To'sinbetov boshqariluvchi yuqumli kasalliklarning oldini olishda immunizatsiya tadbirlarining o'rni, qo'llanilayotgan vaksinalarning turlari va ularning samaradorligi haqida atroflicha ma'lumot berdi. Xususan 0 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalarni profilaktik emlash orqali 13 turdagi yuqumli kasallikka qarshi himoya qilishning ahamiyati, profilaktik emlash milliy kalendari, vaksinalarni saqlash va tashishda sovuqlik zanjiri talablariga qat'iy rioya etish qoidalari, emlashga qarshi ko'rsatmalar hamda emlashdan keyin kuzatilishi mumkin bo'lgan reaksiyalar haqida batafsil tushuntirishlar berildi. Shuningdek, emlash jarayonida tibbiyot xodimlarining mas'uliyati va aholi bilan ishlashda tibbiy etika masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 2026-yil 23-yanvar kungi 11-sonli buyruq asosida Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Sog'liqni saqlash vaziriga qarashli barcha davolash profilaktika muassasalarida emlash tadbirlarini o'tkazuvchi shifokor va tibbiy xodimlar orasida seminar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Shu buyruq asosida Ellikqal'a tumanidagi davolash profilaktika muassasalarida emlash tadbirlari uchun mas'ul shifokor va tibbiy xodimlar orasida seminar o'tkazilmoqda. Bu seminar o'tkazishdan maqsad tibbiy xodimlar orasida 0 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan bolalarni 13 turdagi yuqumli kasalliklarga xavfsiz emlash tadbirlarini o'tkazish, vaksinalarni xavfsiz tashish, saqlash qoidalariga rioya qilish bo'yicha tushuntirishlar olib borilmoqda. Ellikqal'a tumanida shu emlash tadbirlarini o'tkazish natijasida bir nechta kasalliklar umuman ro'yxatga olinmadi. Bulardan gepatit B, qizamiq, qizilcha, tepki kasalliklari, poliomiyelit kasalliklari umuman ro'yxatga olinmadi. Ma'lumot o'rnida ta'kidlash joizki, bolalarni 0 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan davrda tizimli ravishda emlab borish kelajak avlodni og'ir va xavfli yuqumli kasalliklardan asrashning eng samarali va ishonchli yo'li hisoblanadi. Keyingi yillarda Ellikqal'a tumanida bolalar o'rtasida qizilcha, qizamiq, poliomiyelit, bug'ma, ko'kyo'tal hamda qorin tifi kabi kasalliklar umuman qayd etilmagani bu boradagi ishlar samarasini ko'rsatadi. Seminar yakunida ishtirokchi tibbiyot xodimlari o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutasaddilardan atroflicha javob oldilar, amaliy tavsiyalar bilan tanishdilar. Bunday o'quv seminarlar tibbiyot xodimlarining bilim va malakasini oshirish, immunoprofilaktika ishlarini yanada takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zero bilimli va mas'uliyatli tibbiyot xodimi millat salomatligining mustahkam va ishonchli posbonidir.